Har birimizda shunday vaqtlar bo'ladiki, ishda muammolar, uyda ham tinchlik emas, yana uni ustiga har tomondan yomonlik va hasad. Shu paytda biz men boshqa chidolmayman deymiz. O'zimizda na jismonan, na ruhan kuch qolmaganini his qilamiz. Faqat yolg'iz qolishni, bir xonada bekinib ko'nglimizdagi bor og'riqni bo'shatish uchun yig'lashni xohlab qolamiz. Aslida bu bor yo'g'i bir kun xolos, butun umrimiz emas. Siz bor yo'g'i to'yib yig'lab olishingiz kerak. Buni kuchsizlik deb hisoblab uyalishni ham keragi yo'q. Har bir insonda bo'lib turadigan normal holat bu. Shunchaki sabr kosaning to'lishi deyishimiz ham mumkin. Hayot bu. Eng asosiysi shuni unutmasligimiz kerak. Bir eshik yopilishi bilan albatta boshqasi ochiladi. Va biz bugun fojia deb hisoblagan muammoimiz orqasida eng katta xayr bo'lishi mumkin.